Yo, nima gap bo'ldi? Nima gap? Nima gap? Короче, bugun biz Roblox o'ynaymiz. Agar videomiz yoqsa, mana video boshlanmasdan oldin bitta sizga gapni aytib qo'ymoqchiman. Bu kanalimiz yangi akkaunt. Oldin bunaqa Roblox yo'nalishida o'ynamaganman. Dachi yaqinda boshladim, o'zi bir hafta bo'ldi. Shunga bir poddeska qilib Roblox kuchini ko'rsatdim. Qani oldin PUBG yo'nalishida stream qilardim. PUBG yo'nalishida video olardim, lekin uncha bo'lmadi. Hozir mana shu akkauntga podpiska like bosib tashlanglar endi. Agar mana shu videomizda 100 ta like va 30 ta obunachi 40 ta obunachi kelsa 40 ta obunachi kelsa ikkita 40 Robux o'ynaymiz. Qayerda o'ynaymiz? Uni Telegram kanalida o'ynaymiz. Telegram kanalida kommentariyada qoldiraman, taklifni qilib turib, kommentariyada qoldiraman. Bemalol kirib turib, mana qilishlaring mumkin. Ertaga agar 50 ta bo'lganimizdan streamlar qilishim mumkin, videolar qachon chiqishi unaqa. Короче, hozir o'zim qilaman. Ertaga admin abiz bo'ladi. Shunga ikkinchi dunyoga o'tishim uchun menga 120 level kerak. O'zimda 120 level akkaunt bor, lekin uni nimadir bo'lib turib otvorib, bu akkauntni keyin olib ochganimga qaramay, o'zi 16 level bo'ldim. 1 million kubik. Lekin ikkinchi dunyoga o'tgandim, bir jo'ralarim rebit qildi dedim. Men yo'q dedim. O'zi rebit ko'tarilganman. Shundan keyin bitta rebit qilib ko'rdim. Qo'ygan joydan boshlab ko'raverasizlar. Короче, bu videomiz yo 25 minut yo yarim soatlik bo'ladi. Shunga like obuna hammadan bosib tashlanglar, davay. Bombalatib kommentariyalarga niklarni yozsalaring. Nikda yozsalaring. Avvalasi hali jabimizda ana o'ynaveramiz. Sizlar bilan 3 ta 5x yana o'ynaveramiz. 5x depan 3 ta 3x yugurib. Nomini bilmayman, chunki yaqinda boshlanib o'tgan o'yin. Chunki nomini bilganimda o'zimdan o'zlardim. Robloxda qanaqa o'yinlar bor, qanaqalarni bilasizlar, o'shalardan o'yinlarda o'ynab chiqaman. O'zim bitta o'yin ko'rdim, biznes qilayotgan. Agar o'zi ochib turib, nima sportlar ochib turib, o'sha yerda katta qilish kerak, zal ochib. Unaqa agar qiziq bo'lsa, kim bilsa menga Telegramga kanal qo'yib qo'ygan yozishimni beraman. Kecha o'sha o'yinda o'ynamoqchi bo'lganlar birga yoki 9 o'yinlar bor ekan. Men ham yaqinda bildim buni. Oldin men hozir ham faqat men shuni o'ynayman. Bilganlar bilsa kerak, bilmaganlar akkauntim bittasiga uxlatganman. Men shu Robloxda uxlatib qo'ydim yaqinda. Keyin nima bo'ldi? Men yangi akkaunt ochdim, shunaqa bo'lyapti. Maqsadimiz bor yana bitta keyin ishonchni tugatish. Birinchi kartdan. Yomon telefonim qotyapti ular. Lekin harakat qilamiz endi. Boriga shukr qilamiz. Birovlarda yo'q mana shu telefon. Chunki boriga shukr qilib turmay shuni o'ynaveramiz. Agar 50 ta qilib bersalar, yaqinda stream qilamiz. Ertagacha agar ertaga kech 10 gacha agar ana o'salaring 50 ta 40 ta podpischik kelib qolsa, 40 ta podpischik yig'ilsa 50 ta bo'ladi. Hozir o'zimda 9 ta podpischik bor ekan. Короче, keyin 50 ta bo'lsa, ertaga admin abizda stream qilamiz. Hammaga fishka joylar bor. Life hacklar yaqinda bitta life hack chiqdi. Stage 14 da oson
Stadion 4dan Stadion 5ga oson o'tishda yo'li bor bitta. O'sha yo'lni o'rgataveraman. Zo'ravonasi bor. Ayni yerdan ko'rib turib bemalol o'tishlari mumkin. Faqat o'zim lekin bormaganman. Faqat yaqinda ko'rib qoldim. Agar ana qizinglar qidaysizlar qilaveraman men. Unaqa fishka joylarda ko'rdim bilaman, lekin video bo'lmagani uchun harakat qilmay qo'yaman. Hozir ko'piklar telefonlarim qolib qolyapti. Men video olishga harakat qilyapman. Kontentga qiziqaman endi yana 40 dan podpiskaga bersalar stream bo'ladi. Bu kishilar tarafdamiz. Har kuni stream bo'ladi. Telegram kanaliga qo'shilib qo'yasizlar. Kommentariyada taklifimni qoldirib ketaman. Keyingi har kuni yerda o'yinlar qilib turamiz. Yushil lobilar, PUBG o'ynaydiganlar uchun ko'plarning zarari yetmaydi. Bittadan kanal. Xomi, o'qib demaymiz. Agar ana vaqt video mana Robloxda hammanikini qoldirdim, 5 ta odamga durja tashiyman. Nikini kommentariyaga yozib ketsa, 5 ta odamga durja tashiyman mana videodan. Mana videodan keyin hamma kommentariyaga yozsa, 5 ta odamga durja o'yin tanlab tashiyman. Birinchi 5 ta yozgan odamga ulgurib qolamiz hamma. Короче, bu taniqli emas, u bu deysizlar, mayli, hozir shunaqa deyapsizlar, lekin vaqt keladi, o'sha odamni men lekin bir kun orzu-orzuligicha qolmayishni esdan chiqarmaydi. Baribir o'sha narsani hozir men shunaqa harakat qilyapman, natijasi bo'ladi. Yashab tursam bo'ldi. Biramala bo'lmayman. Natijasini ko'rsataman. Men dunyomda bormizammi? Yo'qmizam, baribir hamma bitta odammiz. Odam qilgan ishni odam qiladi. Ayni yilda oxirigacha o'zimga niyat qilib qo'ydim. Bir kayo ishga batishga yig'ish niyatim bor. Mana shu yilda oxirigacha bir kayo ishga batishga yig'ish orzum bor. Mana shu orzumni amalga oshirib qo'ydi. Hamma obuna bo'lsin, lekin hamma Qo'limda ketdi. Tezdan olinglar, gaplashib stream qilib o'tiramiz. Agar kim Discord ochilgan mana kim mana durja tashlaganlar bilan Discordda gaplashib har kuni stream qilamiz. Agar batishga bo'lganimizdan keyin 50 ta bo'lgandan keyin stream qilib olamiz. O'sha stream qilib durjaga olaman. Durjamda hech kim yo'q. Rosa ko'p kishi. Stream paytlari o'yinlar qilamiz. 99 minutlar o'ynaymiz. Lekin tushunmayman, tushunganlar bilan kalmarlar o'ynaymiz. O'yinlar nomini bilaman, lekin o'sha narsalarni bot ekan, u bilamanglar. Lekin men botman, to'g'ri zo'r emasman. Yaqinda o'ynashga boshladim bu Robloxda. 2 hafta bo'ldi uzoq 2 hafta bo'ldi o'ynashga boshlaganimda, lekin harakat qilyapman. Mana video uchun harakat qilyapman. Anchadan beri shu video YouTubega hech nimadan YouTubega kanal oldin YouTubega video qo'yardim. O'sha video qo'yishda oxirgi qo'ygan videomga 1 yil bo'ldi. Bu ham boshqa akkauntlardan o'qib qo'yganman. Shunga bir podpiskalarni ko'rsataman. PUBG'dancha aktiv yo'q, lekin hozir video qo'ysam uncha uchmardi. Qani bir Roblox aktivini ko'raychi. Hamma Robloxlar Robloxni aktivini bomba qiladi deb. Men yangi o'yinchimi, yangi onami deb. Yangi akkauntni barqib ko'tarib tashlaydi. To'g'ri bo'lsa hamma W tashlasin, kommentga W yozsin hamma. Короче, levelim 120 qilishim kerak-da. Shoshayapman.
Короче, javob bunday qilamiz sizlarga. Anaqa qilish uchun bilasizlar, ko'p kishi level ko'tarishga qiynaladi, to'g'ri. Nima admin abiga ko'tarmasangiz qiyin. Agar yangi akkaunt bo'lsa, biz Telegram kanalida bir kishini aniqlab olamiz da, o'shan yangi akkaunt bilan farqli akkauntni kuchaytirib beramiz. 0 bo'lsa 150 level yo 100 level qilib beramiz. Levelni ko'tarib beramiz. Mazaq o'ynaydigan level qilib beramiz. Birinchi etapdan bemalol o'tib bo'ladigan level qilib beramiz. Agar shunaqa qilishlarni orzulasangiz Telegram kanaliga qo'shib qo'yinglar. Telegram kanalida yana bir marta aytaman, kommentariyada zakripni qoldirib ketaman. Oy. Hammaga qanaq qo'shib yoqadi. Kimga qo'shib yoqadi, hamma kommentga yozib kelsin chiqani. Kommentga yozib ketsin. Eng ko'p like to'plagan odamga bitta 3x legoni podarka qilaman. O'zimga yo'q qanday podarka qildim desang, men o'zimga olmasam ham obunachilarim o'shani qilib turib yutuq bo'ldimi? Bo'ldi, o'shani yutug'ini beraman. Bu короче bitta qism bo'ladi, ertaga yana bitta qism chiqadi. Bu videomiz 15 yoki 20 minutlik bo'ladi. Xudo xolasa. Levelimda 118 bo'lguncha mayli video bo'ladi. 118 dan keyin video o'chadi. Bu part agar aktiv normal bo'lsa part o'qlaman normal yoki boshqa o'yinlar, bundan oldin boshqa o'yinlarim chiqarishim mumkin. Ertaga admin abuzdan video qo'yaman, yaxshi. Ular uchun yaxshi video qo'yaman. Admin abuzda kim nechadan qiladi? Birga kirib turib kuchayamiz. Bundan oldin kirib gaplashib Discorddan olib turib hammani o'qsin. Yozib ketsin kommentariyaga. Discord oching deganlar hamma kommentariyaga W yozib ketinglar. Kichkina W. Oho, hali ancha bor ekan-ku. Adminlar mana bermayapti. Mayli, shu 2 million bo'lguncha qilay. Ikki 55 gacha qilay, 10 minut bo'ladi yana. 10 minut yana o'ynaymiz. Ungacha bir ona bo'lib qolamiz. 117 bo'lamiz. Короче, yana qanaqa bor? Mana shu klaviaturani boshqachalari bor. Agar olib chiqing desanglar, o'shanaqalarni olib chiqaman. Lekin yaxshi ular ham o'shanaqalarni olib chiqaman. Katta romakalar bilan video qilishga harakat qilib ko'raman. Romakalar bilan video qilishga. Bu payt katta akkauntimga kirib olamanmi ko'raman-da. Agar buni xisalarim bitta akkaunt konkursi beraman. Mana shunaqa Roblox klaviaturasi kuchaygan. Ichida ozroq Robuxlar bo'ladi. 100 Robux beraman, ichiga ham konkurs beraman agar olisanglar. Telegram kanalimda 200 ta beringiz konkurs beraman. 1000 Robux, men bir 500 Robuxlik istim anaqa beraman konkurslar uchun. 500 Robuxlik anaqa beraman. Mazaq yoki 40 Robuxlikdan 10 ta odamga solib beraman 40 Robuxdan. Nimaga buncha kam deyapman? Chunki men hali unaqa ishlaydigan hali vaqt o'sha payt 1-2 yil o'sha sal kuchaygandan keyin yana ozroq olgandan keyin YouTubedan daromad topgandan keyin o'sha katta-kattaroq qaysi streamerdir kommentariyada yozib ketinglar. Robloxda kim yaxshi o'sha bilan video olishga harakat qilaman. Hammani o'qisin. Video olishga harakat qilaman o'sha bilan. Kimga qaysi yoqadi? Mena streamer. Roblox o'ynaydigan hamma kommentga yozib ketsalar o'shani